Qaranglar, mana shunaqa kofe bor ekan. Magazinda ko'rib qoldim, ichib ko'rmoqchi bo'lib oldim. Ta'mini hozir ko'ramiz. To'rt xili bor ekan shuni. 4 xilmi, 5 xilmi? Men shuni birinchi ichib ko'raman, keyingi safar boshqachalarni olib ko'raman. Ta'mi yaxshi. Turetskimi deyman? Turkcha yozilgan turetskiy, по-моему. Da, turetskiy ekan, Turkiyada qilingan. Turkchalab Turkiyada ishlab chiqarilgan deb yozib qo'yibdi. Turkcha kofe. Shakarsiz lekin. Men o'zi kofeni achchiq shakarsiz ichishni yaxshi ko'raman. Shuning uchun ko'pincha amerikano ichib yuraman. Bu как раз men Bob aka. Ketgancha men bu chia urug'li napitkani mana bunaqasi chiqibdi. Shuni olib ko'rdim. Buni ham ichib ko'raman hali. Mana shu salat menga rosa ham yoqdi. Vitaminka deyilar ekan. Kapustadan, bodring, yana zelen, yana nimadirlar qo'shilgan sabzi. Вообще yaxshi ko'rib qoldim shu salatni.